Assalomu alaykum, hormatli qadrdonlar. Charchamayapsizlarmi? Rahmatullohdagi ishimiz xohlasa tugadi mana. Bu ham bir chiroyli bo'lib bitdi. Xohlasa obzor qilamiz hozir ozgina. Bungalarimiz yaltirab, tepalarni professional tikka joylarini cherpitsa qilib, o istomga ulangan joylarini ham chiroyli qilib qo'shib yubordik. Do'pili qilib. Kelajakda bu yerda ham keyingi yilmi buni almashtirib yuborar ekan. Hozircha endi shu bo'lib turibdi. Hop. Qadrdonlar betga ketgan 1260 kvadrat tunaga ketdi. Hop. Toshkentda TMZ 0.4 tunagasini ishlatdik. 1260 kvadrat tunaga bilan bitti. Hammasi bo'lib. Xohlasa mana bu yerdagi ham qo'shilgan joyi ham o'ziga yarashib turibdi. Shiferlar o'rniga cherpitsa qilib, bu yerni ham o'zgartirib yuborilsa yana ham chiroyli bo'lib ketadi. Xo'p, hovlida ikkita arkamiz bor edi. Arka siliflar hali tayyor bo'lmadi. Zakaz berilgan. Tayyor bo'lmay bitmay qoldi. Bitganda yana bitta obzor qilamiz, chiroyli qilib. Mana shu arka siliflar ishni ham ochib yuboradi. Hozir tayyor bo'lmadi. Sezon payt ish ko'p shekilli. Cherpitsalarimiz 35 dan shagli bo'ldi. Arkalarga har doim 25 lik qilib oson bukilishi uchun tayyorladik. Bu ko'cha taraf ham o'rtadagi figura ham kalitga eshik tepasi do'ppisini sal pastlatib o'ziga yarasha kichkina qilib do'ppi chaqildi. Bu ham juda bir o'ziga yarashib chiroyli bo'lib bitdi. Bu yerda yana bitta katta darvozaning tepasi kattaroqligiga buni do'ppisini ham bilan bir xil qilib aylantirib oldik. Bulardan cherpitsalari 25 lik qilib arkaga tayyorladik alohida. Nyam chamchasi tayyorlab bermaydi. Stanogini razmerini o'zgartirish kerak, ortiqcha bosh og'riq deb qilmaydi. Bizga tayyorlab berishdi yaxshi. Tomning ichidan ko'rinishi mana. Shogird bolalar iborkalariga ham bitta like bosib ketinglar mana shu yerga. Tom qanaqa qilib qabul qilib olgan bo'lsa, shunaqa qilib chiroyli qilib tozalab qo'yishadi. Yo'qlar mana. Hop, yana bitta anaqasi. Bizda mana bunaqangi to'rlik simdan shunaqa qilib strapilardan tortib to'singa boylab qo'yilgan. Bunaqalardan qator ketgan bu yoqlarga. Ko'rinyapti 11 mingdan. Bitta bor. Bitta bor. Xohlasa bu shamolga ko'tarilib ketmasligiga bir sabab. Qolgan endi xudodan tomlar cho'tka qilib mana tozalab qo'yilgan ichlari ham. Faqat tepasi emas. Simlar tortilgan. Bunaqalar har 3 metr, 4 metrda. Ankaram urilgan har bitta 1 metr, 1.20, 1.5 metr atrofida. Qo'shimchasiga sim tortilgan to'sinda. Hovlidan ko'rinishi mana. Hovlidan ko'ringanda ham bir chiroyli ko'rinyapti. O'zimiz ham maza qilyapmiz. Daraxt to'syapti tomni. Arkalarimiz ham oxiriga yetmay qoldi. Mayli endi. Shunaqa bo'lgisi kelgan ekan. Ko'chadan ko'rinishi bu. Kalitga eshik tepasida arka. Mana ham arkasi tayyor bo'lmay qoldi. Katta darvozaning tepasida arka. Ko'chadan ham o'ta chiroyli turibdi, xohlasa. O'zimizga ham juda ma'qul kelib turibdi ishimiz. O'zingizda ishingizda o'zingiz qo'lingiz bo'lsa, maza qilib ish qilasizlar. Kichkina do'ppicha qilib alohida qilganimiz yana ham o'ziga qaratadigan bo'ldi. Kimga shunaqa tom xizmatlari kerak bo'lsa, pastda nomer qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasa chiroyli qilib bitirib qo'yamiz. O'zlaringa bo'lmasa, tom yopmoqchi bo'lgan tanishlarga videoni tashlab qo'yasizlar. Xohlasa chiroyli qilib yopib beramiz.